Bugun sizlar bilan hech kim ko'rmagan eksperimentni o'tkazib ko'ramiz. Bunda bizga bitta kola kerak bo'ladi. Rangli ichimliklar tarkibidan faqatgina toza iste'molga yaroqli sof suvda olib qolib, shakar hamda ranglarini, undan tashqari zararli barcha moddalarni hatto gazigacha ajratib chiqazib beradigan apparat bor desam ishonasizmi? Bizning Germaniyada ishlab chiqarilgan Avro firmasiga tegishli Cellibon apparati aynan mana shunday apparat hisoblanadi. Bu apparat kuniga 250 litrgacha suvni sizga filtrlab bera oladi. Video davomida ko'rib turganingizdek, kolamizdagi barcha ranglar, zararli moddalar, gazlar hammasini ajratib chiqardi. Ushbu apparat nafaqat kolani, balki barcha turdagi suvlarni aynan ichishga yaroqli 100% toza holatda filtrlab bera oladi. Ko'rib turganingizdek, tajribamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Bilaman, apparat narxini so'raysiz. Siz Germaniyada ishlab chiqarilgan ushbu suv filtr narxiga 1,750,000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari hoziroq xarid qilsangiz sizga mana shunday qimmatbaho sovg'alar ham qo'shib beriladi. Vodiy bo'ylab o'rnatib berish xizmati mutlaqo bepul. Buyurtma berish uchun podrobniy tugmasini bosing yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling.